Assalomu alaykum azizlarim. Bugun men sizlarga bitta zo'r retseptni jigarni tozalashga, jigar qotganiga, jigarni yog' bosganni, yog'larini zo'r eritib beradigan, o'tqop dimlanishida, keyin og'izdan badbo'y hid keladi, sassiq. Mana shularni hammasini bartaraf etadigan bitta zo'r retsept o'rgataman. Buning uchun qaranglar, bizga kerak bo'ladi 1 stakan rastorubshi urug'i, yuvilgan, yuvib quritib qo'yganman. Qora sedana urug'i, asal, olivka yog'i, keyin ozgina bir chimdim qora murch kerak bo'ladi. Bundan bir qoshiq qora sedanadan bir qoshiq qo'shamizda kofemolkadan o'tkazib olamiz. Mana hozir maydalangan rastorubshi urug'im bilan qora sedanani mana ikkalasini kofemolkadan o'tkazdim, bitta idishga solib olamiz. Mana 1 choy qoshiq zarchava solamiz. 2 choy qoshiq asal, mana asalim qotib qolibdi-ku. 1 chimdim qora murchimizni ham sovaramiz bunga. 2 qoshiq olivka yog'i. Shuni pasta holiga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Mana bunaqa pasta holatiga keldi. Aralashtirganimizdan keyin endi bundan har kuni ertalab va kechqurun 1 choy qoshiqdan olib iste'mol qilib 21 kun iste'mol qilinglar. Natijasi bomba bo'ladi, zo'r bo'ladi, lekin qilinglar faqat shuni.